xalqimizda, yosh qizlarimizda, yosh yigitlarimizda jinsiy savodxonlik juda ham past darajada. Ayoliy jinsiy a'zosidan hid kelishi nimadan? Saqlanmasdan yoki qanaqadir himoya vositalarsiz jinsiy aloqa qilish. Matka nimaga o'zidan o'zi og'riydi? Dismenoriya degan kasallik bor. Bu ko'pincha nasldan naslga ham o'tadi. Qiz bolada qizli parda bo'lib turib, diqqat bo'lib qolishi mumkinmi? Va hozirgi qizlardagi agressivlikda olib keladi. Boshqacha holatga tushib qolgan. Nimaga desam, men qiz bo'laman. Jinsalik qilib bo'layotganda bolaniki turmay qolishi nimadan? Fayoz aka, erim bilan ajrashdim. Nimaga? Chunki erim orqamga aloqa qilishni xohlaydi degan ayol ham keldi. Qizli parda bitta yotganda olinmaydi bir xillada. Dunyoda 1-5% qizlarda realni qizlik parda bo'lmaydi. Minnet qilganda qiz bola ikki qat bo'lib qolishi mumkinmi? Mumkin emas. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli do'stlar, azizlar. Ishdan keyin kunni kech bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun yana bir foydali podkast olishga qaror qildik. Real holatda qabulimga kelgan ikkita yosh qiz va bular menga beradigan savollari men uchun oddiy hol, lekin bular uchun juda ham qiziq holatligini bilaman va bularga men taklif berdim. Keling, shu savolni bitta studiyaga borib qilaylik, shu savol javob. Chunki bularni beradigan savoli juda ham ko'p edi. Javob berdim, hammasini tushuntirdim. Davaydi shuni insonlarga ham foydali bo'lsin. Mana yosh qizlarning orasidagi ko'p uchraydigan savollar bo'ladi. Ya'ni doktorga borishga uyaladi va hatto o'rtog'iga ham ayta olmaydi, onasiga ham ayta olmaydi, eng yaqin ko'rgan odamiga ham ayta olmaydigan, o'sha narsadan xavotir olib yuradigan o'zini savollar bo'ladi. Va shu savollarni anonim holatda, bemorlarimizni anonim saqlagan holatda, bular anaqasiga kiyimiga mikrofon ilingan, bular menga savol berishadi va men bularning savoliga jonli konsultatsiya jarayonini sizlarga ulashib boramiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketasizlar. Keyingi safar qanaqa savollar qiziq bo'lsa, bizda qolib ketgan savollar bo'lsa, javob yozib qo'ysanglar, biz keyingi o'sha podkastlarimizda shu savollarga ham javob berib o'tishga harakat qilamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, men tayyorman. Boshladik. Qanaqa savollar qiziqtiradi? Mana o'sha auditoriya borda 16 yoshdan turmush qurishgacha bo'lgan yosh yoki 25 yoshgacha bo'lgan mana shu jamiyatimizda uchraydigan qizlarimizda bo'ladigan muammolar. Ochiq oydin gapirsak, men tibbiy tomonlama tushuntirib beraman, chunki bizani xalqimizda, yosh qizlarimizda, yosh yigitlarimizda jinsiy savodxonlik juda ham past darajada va shu savodxonlik past darajada bo'lgani uchun yo'l qo'yiladigan xatoliklar bor. Mana shu jinsiy savodxonlikni ozgina bo'lsa ham jamiyatimiz uchun ko'tarishga foydasi tegadigan bo'lsa, men o'zimni qaysidir ma'noda jamiyat oldidagi vazifamni bajargan deb hisoblayman. Va shu narsaga o'sha ko'chadagi, tashqaridagi, o'rtog'inglardagi, hayotinglardagi qanaqa muammolarga duch kelgansizlar, qanaqa holatlarga duch kelgansizlar, bu holatni sizlar yashirsanglar, boshqalar ham bu ma'lumotni ola olmay qolishi mumkin. Sizlarni hech kim ko'rmaydi, sizlarni hech kim tanimaydi, hamma meni ko'rib turibdi. Sizlar bemalol uyalmasdan, xijolat bo'lmasdan savolinglarni bersanglar, men qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Mana birinchi savolim, qaysi kelganda ich og'riydi? Xo'p, dismenoriya degan kasallik bor. Bu ko'pincha nasldan naslga ham o'tadi va bu ko'pincha nosog'lom turmush tarzi olib boradigan qizlarda bo'ladi. Masalan, men bilaman, sizda fast foodlar ovqat ratsioni birinchi o'rinda turadi, ximikat bor. Kola, Fanta, Flash, energetiklar, 18 plyuslar va sizlarning yoshinglar o'rtasidagi juda yaxshi bilasizlar, o'rtog'inglarda bor, maktab paytidagi qizlarda ko'p eshityapmiz, ko'ramiz ko'chalarda kalyan chakishadi. Elektronika sigaret chakishadi yoki oddiy sigaret chakishadi yoki pivo ichishadi. Mana shu har xil tashqi muhitdan olinadigan ximikatlar inson asab tizimini juda ham charchatadi. Va bu hayz paytidagi og'riqlarga sabab bo'ladi va hozirgi qizlardagi agressivlikni olib keladi. Ya'ni shunaqangi period borki, qiz bolada o'sha 16-15 yoshdan keyin ota-onasi bilan chiqisha olmaydigan qoladigan paytlar bo'ladi. O'shanda aytishadi, "Ha, seni o'zi uzatadigan paytimiz kelibdi" deyshadi-da. Ya'ni bitta gap kam, ikkita gap ko'p, akasi bilan urush qilgan, opasi bilan urush qilgan, bir anaqa o'zini topa olmaydigan holat bo'ladi.
jizzakilik bo'ladi. Jizzakilikning sababi bu birinchidan gormoniya o'zgaryapti. Ayol kishini ikkilamchi jinsiy organlari rivojlanadi. Matka, tuxumdon, ko'kraklar, ayollarda xos figuralar, bular hammasi o'sha ma'lum bir o'sha ikkilamchi jinsiy organlar rivojlanish jarayonida bo'ladi. Hayz paytidagi og'riq 90% qizda bor. Bu jiddiy muammoga olib keladigan kasallik emas. Ko'pchilik shundan qo'rqishadi. Buni eng zo'r yechimi sport bilan shug'ullanish, vaqtida 11 dan keyin uxlash. Sizlarda lekin bu juda muammo deb o'ylayman, chunki hozirgi yoshlar bilmadim 3, 4, 5 gacha ham uxlamaydi. 70%. Chunki qabulimga keladigan bemorlarning ko'pchiligida uyqusizlik muammosi juda ham ko'p uchraydi. Vaqtida uxlamaslik, demak xulosa qilamiz. Noto'g'ri ovqatlanish va o'zini tanasiga uxot qilmaslik, ya'ni sport bilan shug'ullanmaslik. Kam harakatlilik, Mana shu narsa, 3 ta asosiy narsa hayz paytidagi og'riqlarga ko'pincha sabab bo'ladi. Anaqa ayoliy jinsiy a'zosidan hid kelishi nimadan? Bu shamollash hisobidan bo'ladi. Bu bakterialniy vaginoz deydi. Buni har xil metodlarda antibiotiklar bilan yoki svechalar bilan davolashga harakat qilishadi, lekin qiz bolaga svecha qo'yish mumkin emas, chunki qizlik pardaga 100% shikast yetadi. Masalan, palapartiz jinsiy hayot birinchi o'rinda uchraydi bu. Palapartiz jinsiy hayot, saqlanmasdan yoki qanaqadir himoya vositalarsiz jinsiy aloqa qilish yoki bo'lmasam sovuqda ko'p yurish, muzdek kola, fantalarni ichish, muzdek muzqaymoqlarni yeyish, ko'chalarda kalta kiygan holatlarda ko'p yurish. Oddiy oyog'ingizdan o'tadigan sovuqlik sizni tanangizga beradi o'sha shamollashni. Bu narsa jiddiy muammolarga olib borishi mumkin. Masalan, ayollarning eng asosiy nozik organi bu bachadon naylari. Bachadon naylarini shikastlanishi bilan hozir qabulimda juda ham ko'p farzandsizlik muammosida keladigan ayollar bor. Keladi, turbasi yiringlab ketgan. Keladi, turbasi suv yig'ilib ketgan. Shunaqangi holatlar bor, qaytib davolash bo'lmaydigan. Ya'ni saharni diabetlarda qo'l oyoqlar uchi gangrena bo'lib qorayadi, ular kesishadi. Sababi kuchayib ketmasligi uchun. Ya'ni shunaqangi holatlar bor. Biz ularni operatsiya qilib olib tashlashga majbur bo'ladigan holatlar bor. Mana shu narsalarga olib bormaslik uchun, ya'ni tuxumdonda shamollashlar tufayli, infeksiya tufayli, xlamdiya tufayli kista o'zgarishlari bo'ladi. Folikular yorilmay qoladi, o'smay qoladi. Mana shu narsalarning asosiy sababi vaqtida qilinmagan, shamollashga qilinmagan davo kurslari, e'tiborsizlik va yana yuqoridagidek nosog'lom palapartiz jinsiy hayot tarzi sabab bo'ladi. Ayollarda varikoz bo'lishi nimadan? Oyoqda varikoz bo'lishi bu birinchidan qon aylanish buzilishi. Varikoz bu qon tomir kasalligi, qon aylanish buzilish kasalligi. Harakat kamligidan bo'ladi. Ya'ni ko'p tik oyoqda o'tirish yoki bo'lmasam ko'p bir stolda ko'p o'tirib qolish, o'ziga sport bilan shug'ullanmaslik, keyin ortiqcha vazn yig'ish. Asosan shu. Keyin qon aylanish buzilishi degan narsani aytdim. Bu qon aylanish buzilish kasalligi. Bu narsaga yana olib keladigan narsa asosiy ximikat mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish. Chakish birinchi o'rinda. Sigaret, nikotin, kolan tarkibida taurin, kofein, bular hammasi qon tomirlarini toraytirib, qon aylanish tizimiga jiddiy shikastlik yetkazishi mumkin. Keyinchalik bo'ladi. Oyoqda pay tortishi nimadan? Oyoqda pay tortishi ko'pincha homilador bemorlarimda aytishadi. Yotgan paytimda oyog'im tortishib qoladi, uvushib qoladi deyshadi. Bu minerallar yetishmasligi. Masalan, bugun nechta energetik qabul qildi, ichdingiz? Energetik ichmadim. O'zi umuman ichasiz, ichib turadi. Siz-chi, siz ichdingizmi bugun yo'qmi? Yo'q. Endi hozir havo bugun bulutli, sovuq, balki shuncha ichmagandir. Lekin har kun bitta kamida ikkita energetik qabul qiladigan bemorlar bor-da, yoki insonlar bor, qizlar bor, bolalar bor. Bu narsa faqat qizlar uchun emas, bolalar uchun ham. Energetik qabul qilganingizda uni sostavidagi o'sha kuchli kanserogen ximikat mahsulotlar sizning ichingizdagi ovqat bilan qabul qiladigan kalsiy, magniy, kaliy, natriy ionlaringizni tanaga so'rdirmasdan chiqarib tashlaydi. Mana nimaga biz faqat energetiklarga urg'u beramiz? Ichingizdagi daji qabul qiladigan oqsillaringizni hazm qildirmasdan chiqarib tashlaydi. Va mana shuni hisobidan sizda o'sha eng asosiy hayotingiz uchun kerakli bo'ladigan minerallar, kaliy, kalsiy, magniy yetishmovchiligi boshlanadi. Va shuni hisobidan mushaklar, paylar, nervlarga o'sha minerallar yetishmasligi uchun hisobidan tonusga tushib qoladi. Mana shu sabab bo'ladi asosan. Matka nimaga o'zidan o'zi og'riydi? Matka og'rishi, bu tuxumdon. Matka qayerda joylashgan?
Yo'q, matka qayerda joylashgan? Masalan, Men bilmayman, prosta eshitdim shunaqa gap, shunga so'radim. nima eshitsangiz so'ravering, men bilaman. Endi siz anatomiyani balki yaxshi o'qiganmisiz yo'qmi bilmayman. Matka kichik chanoq bo'shlig'ida, kindik pastida, qovoq sohasida joylashgan 3 santimetrlik organ. Homilador bo'lmagan ayolda u homiladorlikdagi u kattalashib ketadi. Tushundingiz? Matkani 3-5 santimetr atrofidagi organ. Og'rishiga asosiy sabab bu matka miya bilan juda ham ko'p nerv tolalari orqali aloqa qiladi-da. Qattiq stress olgan ayolda hayzi buziladi. Bachadon miometriya, endometriya qavatlari, o'sha bachadon matkalari qattiq tortishuvga, tonusga tushib qoladi. Masalan, bitta sababi shu qattiq stress hisobidan. Ko'p uchraydigan sababi bu endoservisit, ya'ni bachadon ichi shamollash. Ya'ni boyagi o'sha qindagi shamollash vaqtida davolanilmadi va bachadon bo'yni orqali bachadon ichiga o'tadi va u yerda og'riqlar paydo qilishi mumkin. Shamollash bo'ladi, u tuxumdonga o'tadi, turbalarga o'tadi. Shuning hisobidan jinsiy ayollarning o'sha jinsiy farzandli bo'lish reproduktiv a'zolaridagi yallig'lanish hisobida og'riqlar kuzatilishi mumkin. Bolani dori orqali 3-4 marta tushirsa tanaga zarar bo'ladimi? Xo'p, birinchidan imkon qadar harakat qilish kerak homiladan saqlanishga. Agar turmush qurmagan bo'lsangiz. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, u qayta 3-4 marta bunaqa kontraseptiv vositalarni qabul qilganingizda, ertaga sizda bachadoningizda jiddiy keyinchalik homila ushlashga muammo bo'ladigan endometriya qavatdagi jiddiy o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Lekin to'g'ri eshitganmiz. 8 marta, 10 martalab ham bolani tushirishga dorilar ichib ham yana tug'ib yurgan ayollarni. Lekin meni qabulimga keladigan farzandsizlik bilan keladigan bemorlarimda mana shunaqa 3-4 marta bola tushirganman, tozalatganman, abort qilganman, tabletka ichganman deganlarda farzandsizlik bilan bog'liq muammolar kelishgan. Aynan mana shu dorini ichasan, keyin senga bola bo'lmaydi degan biror adabiyotda biror gap so'z yo'q. Faqat qizlarda qo'rquv bo'ladi, shuni ichib ertaga qanaqadir. Siz qabul qiladigan narsa bu gormonal preparat. Bu sizni gormonal tizimimizni o'zgartirib yuborish anaqa holatlari kuzatilishi mumkin. Anaqa ayollarda jinsiy a'zodan keladigan shilliq narsa nima u? Bu o'sha sekret chiqadi. Ayollarning vaginal sohasidan maxsus sekret ishlab chiqariladigan hujayralar bo'ladi. Masalan, ayollarda kuchli ehtiroslanganda, hissiyotlanganda yoki o'sha estradiol gormonlar ko'payganda, o'sha xohishlari kuchayganda silliq ajralib chiqarish kuchayadi va bu jinsiy aloqaga ayol qinini tayyorgarlik jarayonini o'taydi. Erkakda ham xuddi shunaqa ereksiya paytida olat uchida suyuq maxsus shilimshiq chiqadi. Bu Alloh taolo odamzod shunaqa yaratgan, jinsiy aloqada og'riqsiz o'tish uchun qilinadi. Endi o'sha chiqadigan suyuqlik bu hamma ayollarda bo'ladi, bu ajralmalar. Odatda rangsiz, hidsiz bo'ladi, lekin unga rang qo'shilsa, yashilimtir, sarg'imtir, hid qo'shilsa, har xil badbo'y. Bu o'sha chiqadigan sekretda bakteriya tushdi degani. Bu yerda srochni tezroq mutaxassis ko'riga borish kerak degan. Qiz bolada ham keladimi? Qiz bolada ham keladi. Albatta. Qiz bolada qizli parda bo'lib turib 2 qat bo'lib qolishi mumkinmi? Xo'p, pull out holati deyiladi. Har 10 ta bemordan bitta holatda uchraydi. Ya'ni qorin ustiga tushgan urug' hujayralari yoki oyoq orasiga aloqa qilishadi. Boyagi yoshlar o'rtasida bor bu narsa, buni yashirib bo'lmaydi, buni uyati yo'q, tibbiyot uyati yo'q deydi. Urug' tushganda 10 tadan bitta holatda spermatozoid hujayralarining sifati, foizi, o'ligi, tirigi hamma ko'rsatkichlar ideal holatda bo'lganda urug' hujayralari ichkariga qarab ketishi mumkin. Ya'ni u tuxum hujayrani retseptorini taniydi. Agar o'sha paytda qiz bolada ovulyatsiya bo'lib turgan bo'lsa, u srochni tuxum hujayrani qidirishga tushadi. Spermatozoid hujayrasi. Endi u 6 mikrometr kattaligida, u sizni ko'zga ko'rinmaydi. Lekin qizlik pardani o'sha teshikchasi orqali spermatozoid hujayrasi ichkariga kirib homilador bo'lishi mumkin. Tajribalarda ko'rganmiz, uziy qilganimizda homiladorlik chiqib qolgan. Keyin boyaga qizni holatidan anaqa yig'lab boshqacha holatga tushib qolgan. Nimaga desam, men qiz bo'laman degan. Men qiz bo'laman degan. Prost o'ziga kelganda bo'lgan. Bunaqa holatlar tibbiyotda bor, uchraydi. Kam uchraydi, lekin bor. Bundan anaqasi ehtiyoj nima deydi? Bundan saqlanishingiz juda ham qiyin, garantiyali saqlanadigan usuli yo'q. Shuning uchun o'zingiz ehtiyot qilganingiz yaxshi. Ko'p jinsiy aloqadan anaqa qin kengayib ketadimi? Qin mushaklari shunaqangi mushaklardan tuzilganki, 4 marta tuqqaningizda ham agar intimniy gimnastikalarni qilib,
plastikalarni qilib, plastika deyman, intimniy gimnastikani qilib, o sport bilan shug'ullanib yursangiz, qin mushaklar asl o'zini holatiga qaytadi. Ko'p jinsiy aloqa qilib ham sport bilan shug'ullanib yurganda ham asl holatga qaytadi. Qinni torligi, kengligi degan narsa bu ayolning xohishi bo'lgan paytida, ya'ni yonida erkak kishi turganda, o'zini yoqtirgan odami turganda, xohlaganda, o'pishganda, quchoqlashganda, vazbujdatsiya bo'lganda qin mushaklari kengayadi. Ya'ni saniki keng ekan, saniki tor ekan degan narsa bo'lmaydi. Qin mushak kengayadi. Endi uni ko'pchilik ayollar, ya'ni ikkita tuqqandan keyin, uchta tuqqandan keyin ko'pincha plastiskiy jarrohga borishadi. Ya'ni intimniy plastikalar muolajalarni qilishadi. Ya'ni shu qin toraytiradigan muolaja. Lekin u muolajadan keyin tabiiy tug'ruq bo'lishi juda ham qiyin. U уже treshinalar ketishi boshlaydi. Ya'ni sizlarga eng yaxshi maslahatim, agar shunaqa muammo duch kelgan bo'lsangiz, o'rtog'ingiz yoki boshqada, eng yaxshi narsa YouTube ga kirsangiz turibdi, intim gimnastika. Qin mushaklarni kuchaytirish, qin mushaklarini chiniqtirish. Qo'lingizga tosh ko'tarsangiz, bilagingiz shishib, mushaklari tonusi oshadi-ku, taranglashadi. Qin mushaklari ham xuddi shunaqa chiniqtiradigan mushaklardan iborat. Jinsiy aloqa bo'layotganda bolani turmay qolishi nimada? Bu bolani psixologik o'sha narsaga tayyorgarligi yo'qligidan bo'ladi. Birinchidan, balki u bola siz bilan birinchi marta jinsiy aloqada bo'ladigan bo'lishi mumkin. Kuchli hayajon bo'ladi. Ayniqsa bu narsa yosh oilalarda, yangi xotinlarda, yangi kelin-kuyovlarda kuzatiladi. Yo, birinchi juda ko'p bo'ladi. Menga kelishadi, akasi yoki otasi olib keladi, o'g'lim shunaqa qo'shila olmayapti deb. Kuchli hayajondan bo'ladi. Конечно, u bolada opit yo'q, u bolada tajriba yo'q. U faqat pornoni ko'rgan, realni hayotda u qanaqa bo'lishini, qanaqa nima deydi, hayotda jinsiy aloqa qanaqa bo'lishi haqida unda hech qanaqa tajriba yo'q. Shunaqa paytlarda o'zini bosib olib, ayol unga ozgina ko'maklashib, bo'ldi, tinchlaning, dam oling deb o'zini bosib anaqa qilib olish kerak. Ya'ni tushuntirish kerak. Mayli, bugun bo'lmasa ertaga. Lekin u bolani hamma narsa jinsiy olatini qo'zg'alishi, turishi, ereksiya bo'lishi, tez bo'shanishini hammasi bu miyadan boshqariladigan narsa. Bor, kasalliklar bor. Masalan, saharni diabet. Bor, o'sha nima deydi? Ruschasida aytganda, xullas jinsiy zaiflik, ruschasi kelmadi o'zimga. Jinsiy zaiflik, muammoli kasallarim bor. Qon aylanish buzilishidan, boshqasidan. Saharni diabetda ham masalan ereksiya umuman kuzatilmaydi, umuman. Yoki bora-bora urug' ham chiqmay qolishi ham mumkin. Shunaqa jiddiy holatlar bor. Yoki boshqa kasalliklarning asorati sifatida ham ereksiya qo'zg'alishi, masalan oddiy qon tomir kasalliklarida ham bolalarda ereksiya bo'lmasligi holatlari kuzatilishi mumkin. Ayollarda orqaga jinsiy aloqa qilish nimaga olib keladi? Xo'p, birinchi navbatda bu gigiyenически juda ham xunuk holat. Sababi anal teshigi atrofida juda ham ko'p infeksiya, bakteriyalar bor, juda ham. Olatni qayrilishiga, travmasiga, sinishiga olib keladi. Ayolni anal teshigida treshinasiga olib keladi. Treshina degani yorilishiga olib keladi. Chunki anal teshigining mushaklari qin mushaklariga o'xshash mushaklardan tuzilmagan. U yerda ya'ni kengayib torayadigan mushaklardan tuzilmagan. Shuning uchun ham orqaga jinsiy aloqa qilish tibbiyotda ham, dinda ham hamma joyda taqiqlangan. Lekin biza ko'p zamon bilan ko'rishadigan bo'lsak, orqaga jinsiy aloqa qilish Yevropada ham bor, O'zbekistonda ham eshitganman, quloqimga chalingan shu sohani odamman kelishadi. Ommalashib boryapti shu narsa. Bu yaxshi emas. Buni odamlarning miyasiga singdirishga harakat qilishayotgani, bir tomondan demografiyga qaraydigan bo'lsangiz, odamlar, bolalar qinga aloqa qilib emas, orqaga aloqa qilib ham qondirsa bo'ladi degan narsani miyasiga singdirib, bolasizlikni ko'paytirishga harakat qilishadi. Tushundingizmi? Menda bor shunaqa, erkaklarda ham, ayollarda ham bu narsa orientatsiya buzilishi degan anaqaga xulosaga kelinadi. Ya'ni normal, sog'lom jinsiy aloqa qila olmaslik. U ko'p video ko'rgan va o'sha videodaqa qilishga harakat qiladi. U videoda buni miyasini zaharlaydigan, orientatsiyasini buzadigan roliklar turadi va o'sha narsani bu amaliyotda sinab ko'rishga qiziqadi, harakat qiladi. Qani, men bu yerga tiqib ko'rsam qanaqa bo'ladi, bu yerga bunaqa qilsam qanaqa bo'ladi va bu yerda qanaqa kayf olaman, qanaqa maza olaman degan narsa bo'ladi. Lekin bu narsa hamma tomonlama taqiqlanadi, maslahat berilmaydi.
Hattoki menga kelgan Fayoz aka erim bilan ajrashdim. Nimaga? Chunki erim orqamga aloqa qilishni xohlaydi degan ayol ham kelgan. Shunaqa holatlar bor. Lekin orientatsiya buzilishini ayollardagi ko'rinishni ham eshitganman. Orqaga jinsiy aloqa qilishni yaxshi ko'radigan ayollar haqida ham eshitganman. Men ularga qanaqa maslahat berishni bilmayman to'g'risi. Ular bu yo'ldan chiqish kerak, uning uchun ko'proq jamiyat bilan birga anaqa qilish kerak, atnashenda bo'lish kerak. Ne, qiz bola pardasi, qizli parda bitta yotganda olinmaydi bir xillada. Qizlik parda odatda 90%, 95% ayollarda qindan 3-4 sm ichkariroqda bo'ladi. Juda ham nozik parda bo'ladi. Ba'zilarda u parda ichkariroqda ham bo'ladi. 7-8 sm ichkariroqda bo'ladi. Masalan, jinsiy olatning uzunligi 7-8 sm bo'lsa, qizlik pardani ola olmasligi mumkin. Ba'zilarda, masalan, sport bilan yoshligidan shug'ullanib yurgan qizlar, gimnastika bilan shug'ullanib yurgan qizlarda yoki ba'zilarda tug'ma shunaqa genetik holatlar bor, qizlik parda elastik bo'ladi. Ya'ni cho'ziluvchan bo'ladi. Eshitganmiz, ko'rganmiz, tug'ruq paytida qizlik pardasi bilan birga chiqib kelgan anaqani chaqaloqdi. Ya'ni qizlik parda olinmasdan turib ham homilador bo'lish mumkin ayol kishi. Chunki qizlik pardada o'zi o'tadigan, qon chiqadigan, tashqaridan ichkaridan urug' kiradigan teshikchalar bor. Asosan shu, demak, birinchisi qizlik pardaning elastikligi, ikkinchisi qizlik pardaning ichkariroqda chuqurda joylashganligi. Uchinchisi bolani olatini yaxshi rivojlanmasligi yoki olatini razmerini o'sha standart masalan 7 sm deyiladi. 7 sm bo'lsa bu sog'lom deyiladi. Shundan kichikligi. O'sha holatlarda qizlik parda olinmasligi mumkin. Ayollarda orqaga o'g'ri chiqishi nimadan? Bu immunitet. Yana boyagi tema. Agar anal jinsiy aloqa bilan shug'ullangan bo'lsa va bu yerda trishina bo'lsa, u yerda infeksiya tushish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Bu furunkul, karbonkul, o'sha soch bezlaridagi yiringlik yallig'lanishlarga olib keladi. Svish degan diagnoz, svish deydi, ya'ni yiringlik yo'l katta ichkariga qarab kirib ketadigan. Shunaqa narsa. Ugrilar faqat orqaga emas, masalan, balog'atga yetadigan davrda yog' almashinuv bezlar, yog' bezlarini almashinuv paytida moddalar almashinuvining buzilishlari jarayonida yuzlarda chiqishi mumkin, qovuq sohalarda chiqishi mumkin, ya'ni teri yuzasi yupqa bo'lgan joylarda ugrilar chiqishi mumkin. Bu o'sha gormonal buzilishlar jarayonida kelib chiqadigan holat. Bir xil qizlarda qizli parda bo'lmaydi degan rostmi? Yo'q. Dunyoda 1-5% qizlarda realni qizlik parda bo'lmaydi. Ko'pchilik bo'lgan shunaqa holat, sudlashishgan, ekspertizagacha borishgan, bemorlarim holatda bo'lgan. Haqiqatan ham ekspert, buni faqat ekspert aytadi. Buni ginekolog ko'rishi mumkin emas. Hech qanaqa boshqa mutaxassis, faqat ekspert ko'radi. Bu qizlar haqiqatan ham qizlik parda rivojlanmagan ekan degan xulosani berish mumkin. Bor unaqa holatlar 1-5%. Kelinim qiz chiqmadi, xotinim qiz chiqmadi deb dodvoy solishadi, lekin haqiqatli faktiski qiz bola o'ziga uverenniy bo'ladi, ishonch bo'ladi qiz bolada. Menda hech qanaqa atnashina bo'lmagan, sizgacha men faqat sizga o'zim asrab kelganman, lekin bola ishonmaydi va uni ekspertiza qilsa qizlik parda tug'ma rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bu jiddiy sabablarga, jiddiy holatlarga olib kelmaydi, xudo xolasa, agar ongli, o'qimishli, hamma tomonlama keng fikrlaydigan odam buni haqiqatan shunaqaligi bo'lsa, qizlik parda tug'ma rivojlanmagan bo'lsa, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Alloh shunaqa yaratdi, bo'ldi. Minnet qilganda qiz bola 2 qat bo'lib qolishi mumkinmi, mumkin emasmi? Yo'q, minnet qilganda qachon 2 qat bo'ladi? Qachonki spermatozoid, ya'ni o'sha sperma eyakulyatsiya suyuqligi chot bo'shlig'iga, qovuq sohasiga, kindik atrofiga yoki qin lablariga tushadigan bo'lganda homiladorlik bo'lishi mumkin. Og'izdan tushadigan urug' u oshqozon orqali orqa chiqaruv teshigidan chiqib ketadi. Urug'ni tarkibida to'g'ri oqsilga boy, o'ziga baribir anaqa hazm qilib tashlaydi oshqozon, luboy anaqani, toshdan boshqa hammasini deydi-yu. Lekin u matkani yo'li bilan umuman bog'liq emas. Ya'ni siz aytadigan o'sha oralniy jinsiy aloqada homiladorlik kuzatilmaydi. Faqat urug' pastga borgandagina kuzatiladi. Qiz bolani siyganda anaqasi achishadi. Sistit. Bu juda ham ko'pchilik qizlarda bo'ladi. Faqat qizlarda emas, ayollarda bo'ladi. Sababi
orqa chiqaruv teshigi bilan qin teshigi bir-biriga juda ham yaqin. 2 santimetrmi, 1 santimetrmi bog'lab turadi. Hojat chiqarganda yoki bo'lmasam u yerda doim men aytdim, anal atrofi orqa chiqaruv teshigi bakterialni juda ham mikrofloraga boy va u sterilni organ emas. O'sha yerdagi infeksiya qinga o'tish ehtimolligi baland bo'ladi. Mana shu narsadan va sistit ko'p uchraydi yoki bo'lmasam prostata erkak kishida shamollagan bo'lganda aloqadan keyin prostata soki qinga tushadi va o'sha tushgan qindagi bakterialni prostatitdagi suyuqlik ayolda ichiga ham o'sha bakteriyani tushiradi, u yerda yana sistit. Ko'p ayollar aytadi, aloqadan keyin achishib ketadi deyshadi. Haqiqatan bor, yonib ketadi deyshadi. Men aytaman, agar eringiz lichini olmasa, sizda 1000 davolanganingizning foydasi yo'q deyman. Tushundingizmi? Ya'ni bu muammoda agar para bo'lsa, er-xotin birgalikda olish kerak lichinani. Qiz bolalarda sistit bo'lyapti. Bu xronическийga o'tmasligi uchun mutaxassis ko'rikka borib, tezlikda o'zini ishlatiladigan tabletka va parashoklar bor, olib ichib isitmoqchi bo'ladi. Ne, детский matkada 2 qat bo'lib qolmaydi. Chunki matka razmeri kichik. Matka tug'ma rivojlanmagan, tug'ma anomalniy holatlar bor. Tug'ma genetik kasalliklar bor. Masalan, Shershevskiy Terner, Kalman sindromi, Patau, xromosoma kasalliklarida ba'zi ayollarda tuxumdon va bachadon rivojlanmagan bo'ladi. Ba'zilarda rivojlanishdan orqada qolgan bo'ladi. Buni darajalari bor. Ya'ni bachadon gipoplaziyasini, ya'ni kichikligini birlamchi, ikkinchi va uchinchi darajalari bor. Mana shu darajalarga qarab mutaxassislar aytadi, sizga tabiiy homiladorlik harakat qilsa bo'ladi yoki sizga hech narsa qilib bo'lmaydi. Buni chuqurlashtirilgan genetik tahlillar, MRT tahlillaridan keyin u bemorga o'zini holati aytiladi. Ne, men bu qiz bola siygandan keyin ayol kishi ham peshogoni rangi o'zgaradi. Xo'p, bu sizning yegan ichgan ovqatingizga bog'liq. Masalan, qizil lavlak yengda hojat chiqarishga borsangiz, qip-qizil siydik chiqadi. To'g'rimi? Chunki bu so'rilmaydigan bo'ladi. Buyrak orqali ham siydik pufagiga tushib, xuddi o'sha rang chiqadi. Ya'ni parchalanmaydigan rangliroq narsa yeb qo'ysangiz, siydik rangi o'zgaradi. Siydik yo'lida shamollash bo'lganda loyqasimon hidliroq siydik chiqadi. Erkaklarda ham xuddi shunaqa. Prostatasida shamollash bo'lganda siydikda hid bo'ladi. Sirazi paydo bo'ladi. Hamma narsa joyida bo'lganda somon rang shakldagi o'sha siydik ajralmas chiqadi. Rang o'zgarishi bu ovqatlanishingiz Cola, Fanta, Flash, Red Bull va shunaqa rangli ximikat mahsulotlar. Hozir ko'p mahsulotlar ximikat va ularni inson yaratgan, ular organizmga kirganda hazm bo'lishi juda ham qiyin va u peshob va siydik bilan chiqib ketadi. Shuning uchun axlat va peshob ranglari o'zgarishi shu yegan ichgan ovqatingizga bog'liq. Erkak kishi bilan 3-4 marta yotgandan keyin qizlar bir hafta yura olmay, shu yotib nasrinasi bo'lmay qoladi. Vot. Bunaqa holatda lekin birinchi eshitishim. Endi buni tibbiyotga, ilmga bog'laydigan bo'lsam, aloqa paytida erkak kishini yo'l qo'yadigan qo'pol xatoliklar bo'lishi mumkin. Masalan, agressiv, ayol kishini tayyorlamasdan yondoshi mumkin. Ya'ni zo'ravonlik degan narsada qo'pol qo'yayotganda. Bu ham bir orientatsiya buzilishi, o'zini hirsini, nafsini, shahvoniy hirsini hayvoniy tomonlama qondirishda. Ya'ni ayolni tayyorlamasdan, ayolni xohishini inobatga olmasdan, ayolni roziligini inobatga olmasdan yoki bo'lmasam jinsiy olat razmeri ba'zilarda kattaroq bo'ladi. Shuni hisobga olmasdan jostki, qo'pol ravishda jinsiy aloqa qilganda ayollarda og'riq 100% bo'ladi va shuning uchun ham o'zini ololmay matkalari, ichlari, sheykalari, qinlari og'rib 3-4 kun восстановление bo'lishga vaqt ketishi mumkin. Shu boshqa sabab yo'q bu yerda. Shu bilan bemorlarimizni bizga beradigan savollari qolmabdi. O'zlariga kerakli savollarga javob olib olishibdi. O'rtoqlar, bu narsa juda ham kim uchundir manfaatli, kim uchundir bachkanalik bo'lishi mumkin, kim uchundir bu savollarga javob yoki savollar jirkanchlik eshittirishi mumkin. Lekin buni o'zini auditoriyasi bor. Men imенно shu o'zini maxsus auditoriya uchun qildirdim. Bu videoni juda ham ko'p so'rashadi. Ishoninglar, bunga o'xshagan savollar meni direktimga har kun keladi. Hammaga bu savolning javobini beraverganim uchun общий qilib bitta video rolik qilib berdim. Bu qoladi mana shu YouTube da, internetda va sizning bolalaringizda yoki sizning qizlaringizda yoki sizning nabiralaringizga shunaqa savollar paydo bo'ladigan bo'lsa,
o'zini o'ylab, siqilib, stress olib, depressiyaga tushib, nima bo'larkan, qanaqa bo'larkan deb hech kimdan so'rolmaydigan holatlar bo'lsa, mana shu videorolikimiz shunaqa bemor deymizmi endi, shunaqa jamiyatimizni shu auditoriyasi uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Sarflagan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Yana qanaqadir shu mavzuga bog'liq savollar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Menga belgilab yuborishadi. Men keyingi podkastlarimizda shu savollaringizga ham javob berib o'tishga harakat qilaman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.